Endi doim qor qizni stavkasi katta bo'ladi, chunki biz chiroylimiz. Farg'onadagi qizlar bir kunda qancha topadi? Hozircha faqat rasxod. Hali chitma topganimiz yo'q. Qancha rasxod? 1,5 ming dollarcha bor. Nimalarga sarflaysiz ko'pincha? 1400 костюмы, дорога ежедневно, питание, оплата документации. Даже больше $1500 вышло. Спасибо. Endi klient yo'q. Qorbobo xafa bo'ldi, Farg'onadan ketadi. O'zi ertaman, abitga zo'rg'a ishlaydi. Mana sovuqda turib abitga zo'rg'a ishlayapmiz. Qor qiz har xil topadi. Endi doim qor qizni stavkasi katta bo'ladi, chunki biz chiroylimiz. Endi kamida chidasa bo'ladi. 200 ming, 250 mingcha topamiz. Har xil ishga qarab, konsert bo'lgan kuni, odam ko'p bo'lgan kuni sal yaxshi. Boshqa kuni yaxshi. Kelganimga ko'p bo'lmadi, yarim soat, 1 soat yoki 20 ming bo'lgan bo'lsa bo'ldi menimcha. Bu bir kunlik. Yo'q, yarim soatlik. 150 mingdan 200 minggacha topsa bo'ladi va 300 ming topsa ham bo'ladi. 50 ming bo'lgan paytda. 50 ming bo'lgan, 40 ming bo'lgan, 100 mingdan 200 ming, 300 ming shunaqa. Yo'q, hozir 12 ga 9 gacha. 9 dan 9 gacha hozir. 9 da chiqamiz, 12 gacha ishlaymiz. Yangi yillaring bilan Yangi yillar qutlug' bo'lsin.